Dostluk Production. Ali, oraya git bir tane hoparlör kapısı sıra. Sen olsa çalışır. Mikrofon bağlı olsun. Mikrofon kapısı olur. Ahmet, benim dolapta bir mikrofon var, geçsene mi? Alayım mı?
Annem bana bak. Tamam. Aslında iki. Gel kızım benim. Hadi karanlık. Para zahmet aydırsana da evde götürürüz.
yok hali o da. Ne kadar? Bakın anlasın. Yok. Ya Allah yine. Canım Video hoş geldin. Sarba var. İlk kata 45 bilen tarttım. İlk kata 45 oldu. 45 total. Yeni kasta boşalmıyor. Ramazan.
sultonlari. Barchamiz o'rnimizdan turib, chiroyli qarsaklarimiz bilan, san'atkorlar so'z bilan, yor sadosi ostida kelinkalarimizni to'y davramizga taklif etamiz. To'ylar mübarek olsun. Endi qo'shiqlarimiz yigitlarimiz qizlarimiz uchun bo'lmaydi. Yigitlar qizlarimiz sizlardan boshqa domot va kelinlarimiz valsga taklif qilamiz sizlar uchun. Qani o'ynaymiz sizlar to'ylar mübarek olsun. Kelin-kuyovlarimiz sizlarni valsga taklif qilamiz. Barcha yigitlarimizni davomida Bugün o'zgacha qarab biz kutgan o'sha sana
sevib qolyapman. Ko'zlaringdan nur tolar, turarsan cho'kar bo'lib. O'tgan kunlarni eslab, quvonchdan ko'z yosh to'kar. Yoningdaman, vaqtimiz bo'ldi butun. Yoningdaman, qiynaldik kunlar uzun. Yoningdaman, seni o'g'li bostasan, betakror kulmoqdasan. Yonimda, yoningdaman, qo'yvorman endi seni. Yoningdaman, sog'ingan baxtim meni. Yoningdaman, biz uzoq kutgan bugun, yagona sevgim bugun. Yonimda, yonimda. Qo'llaringni ber tutay, sog'inchlarim unutay. Do'stu dushman oldida baxt sari olib ketay. Atrofingda mahliyo malikalarda go'yo, hamma havaslar boqar. Vaqtim o'z ro'yo. Yoningdaman, yig'lama endi sira. Yoningdaman, yaxshi yomon kuningda. Yoningdaman, seni o'g'li bostasan, betakror kulmoqdasan. Yonimda, yoningdaman, vaqtimiz bo'ldi butun. Yoningdaman, qiynaldik kunlar uzun. Yoningdaman, seni o'g'li bostasan, betakror kulmoqdasan. Yonimda, yoningdaman. Ey rahmat, to'ylarim boraversin. Yoshlarimiz baxtli bo'ling. Salomdan boshlangan Qur'on vodiysi, salomdan boshlangan inson tuyg'usi. Assalom deb sizlarga sog'lik tilaymiz. Assalom deb salomimizni yo'llaymiz. Assalom ingilim shuh yulduzlari. Assalom Muhammad o'g'il qizlari. Assalom Alpomish zurriyotlari. Assalom Turkmaniston elining barcha noylari. Assalomu alaykum to'yga kelgan barcha aziz mehmonimiz bolajonlari. Xush kelibsizlar Gapporovlar hamda Hayitovlar xonadonining to'y dasturxoniga deymiz. Shunday ekan, so'ng kechamizni ochib berish uchun so'z navbatini, tabrik navbatini kuyovlarimizning Azamat tog'asidan eshitamiz. Marhamat, Azamat tog'asi, bugungi so'ng kechamizni chiroyli qilib ochib berishingizni iltimos qilamiz. Qadahlarning sho'x jarangi, olam aro ketdi bugun. Atirlarning mayin hidi, dilni xandon etdi bugun. Hurrimning izzozidan, muhabbatning sho'x sozidan, ikki ko'ngil bir-biriga kelib sharaf tutdi bugun. Orzularning orzusiga, ukajonim, yetding bugun. Baxt uyingda xizmat qilish bizga nasib etdi bugun. Marhamat, tog'ajonisi sizga.
Bundan to'y yakın. To'y 2 yaşga uzatilmir. Aqsada. Mazkur ishlarni o'tkazishlar. Qo'li qiziq ko'p bo'lsin. Va'dim to'yga ochiq qilamiz. Yaxshi hozir bo'lib, yaxshi o'ynab o'tkazsak deyman. Rahmat. Sağ olun Tağacan, sizga ham uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Kelin-kuyovlarimizni joylariga o'tishiga fursat beramiz. Assalom vatandoshlar, mohira qalom boshlari, bahodirlar, nodirlari, ulug' ishga qodirlar, musofir yurtda yurib, xizmat qilib yurganlar, do'ldir berib yurganlar, xizmatkorlar assalom, san'atkorlar assalom, ijodkorlar assalom. Shunday go'zal to'yni boshlagan otajonlar, onajonlar assalom deymiz. Hurmatli to'yga kelgan barcha aziz mehmon mezbonjonlar, xush kelibsizlar. Qappor ular hamda Hayitov xonadonining to'y dasturxoniga deymiz. Aziz kelin-kuyovlar, men sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Sizlarning labingizdan kulgu, yuzingizdan tabassum, chehrangizdan sevgi hech qachon arimasin degan umiddaman. Umringiz asardek uzoq bo'lsin u, hayotingiz asar kabi shirin bo'lishiga tilakdoshman. Bugun baxt to'yingni tutibsan ukam. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Senga gul tutadi do'st yorlaring, bag'ring quvonchlariga, nurlarga to'lsin. G'ar ochilgan bog'da guling so'lmasin. Gulzoringda bulbul sezilmasin. Visol kechasiga yetibsan ukam, tilagim shu senga malol kelmasin. Kulgan ko'zlarga, chiroyli yuzlarga, barcha qizlarga, yigitlar sizlarga, o'nda bo'lsa o'rni boshqa shirindan shakar bolajonlarga, tilaklari sochlari kabi oppoq bo'lgan munis otaxonlar onajonlarga xush kelibsizlar to'yxonamizga deymiz. Azizlar, chin qo'shiq har doim yuraklardan qaynab chiqqan sado bo'lgay. Chin qo'shiq dilni diliga bog'lagan, ezgulikka chorlagan. Chin qo'shiq har doim qorong'u kechalarni yorug' qilgan. Shundayki bugun kelin-kuyovlarning baxtli son kechasida o'zining jonli ijrolari bilan Shozamonjon Ochilov, O'g'ilnavot Panjiyeva sizlar uchun kuylaydi. Zarafshon bo'lib tushib, qo'shiq aytgan san'atkor, ilhomga ilhom qo'shib, jo'shib aytgan san'atkor, baxshi derlari, qo'shiq aytgan kishini, qo'ndirib qo'liga ko'ngil hushini, ovozingni bulbul qilgan Shozamonjon, ko'tarib insonlar ko'ngil hushini deb navbatni san'atkorlarga beramiz. Davramizga siz azizlarni chorlab qolamiz. Yayramoqda kuylabo, ohanglari dilrabo, uyalishib o'tirmang, davramizga marhabo. To'ylarni boramiz. Zavodasham, vaqt to'ylar boramiz. Barcha mehmonlarimizga afzal bo'lsin. Sizlar uchun davom etamiz. O'zimizning yangi qo'shiqlar bilan sizlar uchun bo'ladi. Şarabını içti bu yürek. Mana yana nima qilay, o'z o'rnidan ko'chdi bu yurek. Ishonaver sendan o'zga hammasidan kechdi bu yurek. Bu degani unga faqat raqobat birgina sen kerak, senga. Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas, ertaga ham emas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun emas, sokin tun emas. 'Men endi bildim
Seni bugün görmesem olmaz. Bana yana divanımın sensizlikte kör halim harap. Bana yana içkim geldi kollarından iş bilmişim. Hiç kimde yok bu yüzdeki bu gözdeki rolü bu aftan. Sen beni çok hayatımda ömür bilgen sevgi gel. Okurma gel sevgilikte. Menga oy gerekmez, yıldızlar gerekmez. Erteye emez,
Thank you.
Karşımda
Zahirlaşkan şeyler var arasında sizler de iltimasım var. Düğün salonunda elektrik kesintisi var. Bizim aparatlara elektrik gelmiyor. O yüzden yani bu şarkı söyleyebilmiyoruz. Ve burada düğün sahibi var mı? Gelip elektriklerine baksanız hep o şarkı söylüyoruz. Elektrik kesintisi oluyor. Öyle bir şey olmaz. Biz bizim tırda yaptığımızda bizim aparatlara top giymeyin.